Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. Yeni bir katımlık uçuk söhbet programımızı görüşünlerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli körülmelerimiz, tünü biz elanımızda beğendik. Bugünkü temamız elbette bütün dünyadaki halkımızın yürükünü puçulap kelgen, xuddi aradan 29 yıl ötken bolsa, xuddi tünü gün boğandek kalbimizde yenilikini yok atmagan bir facia 29 yıllık cerahat ve hulca kahretanedeki kallık izler temasida söhbet ötküzganligimizni e'lon bergandik. Bugün inşallah şu vaktimizden faydalanıp mihmallarımız bilen bu yakın zaman tarihimizde intayin çunqur Uyghur halkınınki kalbide iz kaldırgan tarihimizdeki açık kallık bir vakalikni cerahatlarının biri bolgan, bütün bir evlat yaşlarımızın kıyını bilen yazılgan 5. iyul Hulca kırgınçılığını bugün aldikayını bu katliamının aldikayını vaktimiz yetkençe toxtuluş qıtırışımız. Ani şu yaşlıq hayatıda cengivarlığı bilen hak hukuki özününki bir kişilik izzeti üçün meydana sakrab düşkən bu kahramanlarımızınki ruhidin hem ögünüş üçün huzurunlarda oldurupduq. Aldı bilen mihriban Allah'tan bütün meyli gulcudu bolsun veya ki hazırlığı kâgeci vatanımızda şehit boğan barlıq şehitlerimizinki makamının âli buluşunu, ulanın cümlesinden kalışını hem tüyleş bilen başlayımız. Bugün programımızda iki aziz mihminini teklif kıldık. Her işkilisi Şarkı Türkistan Ölüm Allah Birliği'nin mühterem ustazlarından yanımda Mahmud Can Damoğlu'm şundakla Gulca diyarıdan, Gulca ahliden Kasım Can Damoğlu'm teklif kıldık. Kıymetli vaktini çıkarıp kadem taşırıp kılığanlık için köp rahmet eytimiz alıyorlar. Allah razı olsun. Kadirli körülmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık naq meydanda tarqıtılıvatıdı. Ekran aldı çıkıp durvatkan numarımız şundakla ictimai uçur bastırıdaki alaqı bastırımız arkalık. Programımızga alaqadar her qanaq fikir teklif bolsa berişanlardan, suallarına bolsa soruşanlardan ümit qılımız. Şundaqlı köplegen qarindaşlarımızdan faydalanış üçün hem bahirlap qo'yishni hem unutmaysizlar. Biraz kechikib qoldik, kechirim so'raymiz. Undaqda bevosita boshlab ketsak, hurmatli Kasım Can Damoğlu'mdan başlay, Gulca diyarıdan boğarlığı üçün. Elbette vaqanın aldikayından bizden bakirek vaqıp bu vaqaya. Damoğlu'm, aldı bilen biz hazırgacha her yıl elbette dünyanın har qaysi yerlerdeki halkımız türlük faaliyetler bilen bu katliamni aslab ötüdam her yılı. Atim elbette İstanbul'da çoğun bir faaliyet olmakçı. Muşu katliamının kilip çıkışının aldı da Gulca diyarda başlanğan bu meşrep faaliyeti vatamdı. Muşu yaşlarının meşrep faaliyetini teşkillişi köp tilgilini bunundan Xitay'ınki ait bir aram buluvatqanlığı sözlünüp kelgentemdi. Sizden anlasak aldı bilen bu katliam kirişten burun bu meşrep faaliyetini teşkilleşigen nime sebep bolgan yaşlarınki? Bismillah ve elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillahi ve men vala amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli, kadirli, körülmeler. Allah razı olsun. Selamı kullanıldığın kirişçe muşundak ikranlarını orullaştırıp bizleninki qarindaşlarımızınki eslişke ve ikran alıcı qarindaşlarımızın bazı bir şu vaktdeki ahvallar ve onun aldığın ibretlerini sunuşumuzga vasıtulap berganlık için Allah razı olsun. Allah işlerine bereket atakısın. Demek hem bundan 29 yıl mukaddemde ağır bir vaka yüz bergen. Bu her bir Şarkı Türkistan halkınınki kalbideki bir yara. Bunun kısasını çokum yara dep emas, çokum bir kısasını iliş üçün her birimiz kalbimizge bu kısasını almakımız lazım. Fakat bu aslab qo'yishdik maqsad nima degan yana temimizni qo'ysak, yana şu qarindaşlarımızın kısasını çokum alama deydigan bir iradani her bir qarindaşlarımızdan qalbiga selish va yoki suslashib qolgan bo'lsa insonlik sifatlan qaytadan bir jonlantirishni maqsad qilgan holatda bu her yıl bunu xatirlab so'zlab kelyapmiz. Endi so'ralgan savolga kelsak, hammamizga ma'lum 2017dan tortib Xitoy bir Uyghur milletini assimilyatsiya qilib yo'qotishga uringan bo'lsa,
Onundan ilgiri hammamizning kech bo'lib yosh cho'ng'olganligi ma'lum bo'lgan kooperatsiya vaqti e'tibori bilan masalan shu kommunistlar bizning xalqimizni dindan yiroqlashtirib, butunlay dinsiz holatga ba'zi insonlarni keltirib, yangi nasllar dinni unutib, har bir ayshi ishratga cho'mib ketgan bir mezgil bizning har bir yurtlarda asosan bir bo'lib o'tgan ahvollar. Bo'lib mamda bizning G'ulji diyori ilgirgina eng oxirgi 1944-yil Cumhuriyet qurilgan 49-yılgacha asosiy o'zining salohiyatini tutib turgan va shuning ta'sirida ba'zi bir faoliyatlar bo'lgan va shu Cumhuriyetning qurg'uvchilarininki yashagan bir diyori bo'lganligi uchun bu diyorga Xitoy boshqacharoq muomala qarab, bu yerdagi yoshlarning shu ota bovisining izini qaytadan besib qolmasin, ana ishni qaytadan jonlantirib qolmasin bular deb bularga bakrak ig'ir darajada yoshlarni, ya'ni cho'nglayotganlarni buzish hareketleri nait avjab ketgan. Bularning eng cho'ng zaharlik chekimlik, aroq ichish, har xil o'yin tomosha so'rinlari, qavoqxona degandek har xil turli yoshlar nait bir g'aribona holatda ota-onasining gapini anglamaydigan, millatininki g'amini yemaydigan, bir-birisininki hatto jiniga, bir-birisining miliga tajovuz qiladigan, yanchiqchilik qilgan, demak, ya'ni yomon ishlarning hammasi avjab ketgan bir diyor edi. Biz naq shu vaqtlarda bizning cho'nglayotgan vaqtlar emas, hattoki masalan bozorlarga ko'chapsizligi chiqqan vaqtda cho'qim yanchiqlarimizni ching tutmasak bo'lmaydigan bir darajada bizni ayda buzgan hamda. Shunga hamda bu vaqtda hamda Abduxilil qeyrinchimiz akamiz boshchiligida bir turkum yoshlar biz bunda kelsak bo'lmaydi. Bu yoshlar bunda tugishib kelsa bo'lmaydi. Cho'qim bular uyg'onish kerak, o'zining millatining aslini bilish kerak, bir musulmon bo'lish butunlay dinni bilish kerak bular deb bular bir uyg'ongan bir turkum yoshlar. Bular uyg'onib 91-yilning oyig'i 92-yildan ikkisining kamligi xotirlanmaganlik uchun shu men gerçi shu voqeada o'zim bevosita bo'lmasam, men shular bilan ko'p suhbat o'tkazib, xotirlarni qoldirib, yillardan beri so'zlab kelganligim uchun shularningki menga tafsili bayon qilishda 91 yoki 92 ikkisining o'rtasidan tortib bular bu uyg'onishni qaytadan jonlantirib Əmnəliqi dini o vaqtidagi sezgir vaziyat bo'lg'achqa dini tabliğ anda shaklda chiqmasdan yoshlarni o'ziga texnbakrak jalb qiladigan holatda bir mashrab o'yini shakllantirayli. Chunki burundan bu mashrab ilgari bizning G'ulji diyorida adab axloq o'rgatadigan, so'rindagi qoida usulni o'rgatadigan, o'ltirib qopishni o'rgatadigan bir madaniyat so'rini bo'lib kelgan. Şuna o diyorlarda bir balı bir xato ish qilib qolsa, mashrab ko'rmagan bola ekansa deb ayiblaydi. Chunki mashrabda cho'nglar qanday hurmat qildi, kichiklarga qanday hurmat qildi, mehmon har xil bir qoidasini o'rgatilgan ish. Biz shu orqali yoshlarni jalb qilaylik. Ham ancha-muncha kunlik qiziqchaq bir ishlar bo'ladi buningda o'yinlar. Shu e'tibor bilan bir turkum yoshlarni shu mashrabdan iboratdan shuningga tashkillab avval bolalarni ko'ndirish maqsad qilinganlik uchun bir mashrabdan itiboran bir ism qo'llanib, shu orqali yoshlarni avval qiziqtirib, andan keyin G'ulji shahri ichida qurilib, chunki har bir mashrab bir yigit beshi bo'ladi, buning jamoatlari 40 dan 60 gacha odam bo'ladi. Uningda ishib kelsa uyga patmaydi. Unda olib har bir G'ulji shahrining har bir mahallalarida bir cho'nglar mashrabi, kichiklar mashrabi deganga o'xshash. Hatto uningdan boshqa 8 nayi va 8 nayining ichidimi shunday har xil mashrablar o'rlashtirib bu bir sistemli holatda hem ta'lim tarbiya hem bir ovoz orqali nurg'un yoshlarning uyg'onishiga sabab bo'lgan bir mashrab so'rini tashkillangan hamda. Bular shu so'rinni asosliq yoshlarni uyg'otish, diniy adab axloqlarini, diniy prinsiplarni o'rganish va milliy urf-odatlarni o'rganib, shu patqoqdan chiqib qilishga chiqishni maqsad qilgan holatda bu mashrab ishlarini o'rlashtirgan hamda. Vaqt e'tiborida shunchalik xulosalay, yana qo'shlaymiz. Ya'ni demakdan olam, ya'ni bu tajovuzchilar yoshlarningki, xalqimizningki uyg'onishini, haqiqatni bilishini, shuning uchun bak cho'chib ketib, asli buni boshdan buni yig'ishtirish uchun harakat qilgan degandek. Biz u vaqtlarda hamda boshqa G'uljidan boshqa yerda yashayotganlar hem televizorlarda mashrab yilda bir qancha qatimda bir san'atkechiliklar bo'ldi hamda. Biz televizorda ko'rgan mashrab shu G'uljida o'tkazilgan mashrabningki
ichidagi mazmun bilan sizlar u vaqtida ko'rgan mashrabning mazmuni o'xshashmidi yani? O'xshamaydi. Televizorda ko'rgani bu san'atni asos qiladi. Endi buningdagi Bu yerdagi mazmun shunday yaxshi shu chunki. Yaxshi, lekin endi uningda arayal aralashadigan. Masalan, endi bu ekranga chiqqandaki u farqli bo'ladi. Endi bizning u yerda boshlanadigan mashrab arayal o'xshamaydigan, ayrim so'rinda bo'lgan. Hamda ularning deyishicha dastlabki vaqtda qizlarmi kelgan deydi. Dastlabda qizlarmi kelgan. Dastlabda buni mashrabni biz restoranlarda qilib aşında yerlerde mesela şehirlik ehlimlerden sözlügen videolarım ançı hazır toz dünyasında görünüp duruyordu. Aş tebliğini şu yerde başlap onun deyinkin ama öydü kığa vaxtıda ayarlar ayrım şekilde nakşı müzik gölen anda emez. Oyun çak külkülen təlim tərbiyə bilan manda başlanğan. Mening köygünüm şu çünki şu vaxtda. Çünki bizmi şu diyardan yaşaganlıq üçün bizmi kiçik olsaqmı şu məşrəblərə kirib, nimish bolduğanlığını şu yerdə körəb, şunun təsirlərinə biz uçurğan şu vaxtlarda. Amma o yerdə asasən Jigitbeşidən bəkrək Qaza xanım bəkrək rol oynaydı. Qaza xanım çoxum şərtli dini məlumatlarını bilgən boludu. Şu hatta ki şu devirde azraq oqub, kin oquşlardan çekinib ketken bazı ahli ilimlərdən mi şu məşrəb səbəbli qaytadan canlanıb, izlənib, ilmi səviyyəsinin işib xizmət qılıb ketishi kimi səbəb bolğan şu dəvirlərdə. Xoş. Köpdən köp rahmet. Tamam. Yəni əlbəttə onun başlanışığı kelime birdən dekende almış sual soraş üçün. Hürmetli tamamlam əmdə şu G'ulji qatliamini biz söyleyeceğimdi. Elbette vatanimiz undan burunmu ve kiyim nurgun qatliamini baştan keçirdi halkımız. Hem de bu bulup mu G'ulji qatliamiga merkezleşsek, bu qatliamni biz şu Uyg'urlarning yaqinqi zaman tarixidagi erkinlik kurashlarının bir burilish nuqtasi deb qarasak bo'ladimi sizcha? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabii hemmizge malum 90. yılı Baharın inqilabı oldu. Yani medeniyet inqilabı degan narsa tugab, mavzunun ölüşü bilan 76'dan keyin vatanda 80. yıllarda biraz erkinlik bulab xalqqa dini ta'lim tarbiya ishlari biraz güllenip 90. yılı Baharın inqilabı oldu. Baharın inqilabıdan keyin Xitoy bu yanılan şu dindar kesimden bizga qarshi harakat mushu oldin ko'p keldikan. Xo'sh. Eng muhimi mushu dini kesimni, dini tushanchini biz kontrol qilsak bo'ldikan degan irodasi Xitoyningki texmi kuchlangan bo'ldi. Undan keyin shunga yuqorida Qasim Jondavullam degandek vatanimizning har qaysi joylarda shunday yoshlarni har xil narsa bilan buzadigan ishlar ko'payganligi bu bir haqiqat. Xo'sh. Undan keyin ta 97 ga qadar bo'lgan arliqlarda bu mashrab degan bu atalg'u bilan vatanning boshqa yerlarida bu faoliyatlar bo'lgan. Masalan, men buni yaxshi xotirlayman. Mayli shu Qashqar tarafida olsun, Qashqarning ba'zi noyillarida olsun, bizmi shu chaqilda mashrab deb ashuna so'rin urulashtirib, jutlarda u yerda tabii ashunda mashrabningki qozisi, Jigitbeshi degandek ayna xato qilganlarni jazolash, ko'ngil ichish faoliyati bilan birga tabliğ so'rini, dinni anglatish faoliyatlar shu desa, vatanning har qaysi joylarida mashrab nomi bilan alohida bir jonlanish bo'lgan. Nima uchun desa, bu mashrab degan aslida televizorda tashviq qilingani asosliq san'at kechiligi yetamdi. Xo'sh. O kishilarninki shu chaqdagi Xitoy zolimlarninki boshqa diqqatini alohida qo'zg'amagan. Bu habibi san'at kechiligi xalq bunda o'zining ko'nglini ichib, texmo dindan uzoqlashga sabab bo'ladigan bir ish deb balki boshda bu ishga xo'sh bo'lgan bo'lishi mumkin. Xo'sh. Ammo keyin bizning yoshlarimiz, ahli-ilmlarimiz, da'vatchilarimiz bu nomdagi bir yig'ilish faoliyatidan foydalanib buni bir diniy tabliğ so'rini, axloq so'rini, din o'rganish, iymon o'rganish so'riniga aylantirgandan keyin yana Xitoyning alohida diqqatini qo'zg'ab bu masala shu desa, G'uljida olsun, har yerda olsun, keyin bu mashrabga qatnashganlarni alohida surishti qildigan ba'zi
qo'lga oladigan, tutqun qiladigan ishlar shu yuz bergan shu zamonlarda. G'o'ljida tabii texmo jiq nurg'un odamlar shu mashrab qatnashganlik sababidan ayollarning tutqun qilinganligi, mush sababdan chiqqanligi to'g'rilikmi? Nimalar bor. Bu hamda shu 90-yildan keyingi 90-yildagi vaqalik bizning vatanning janub tarafida bo'lgan bo'lsa, barında Xitoy qarshi bir qurolli harakat. Buningdan 7 yil keyin vatanimizning shimol tarafida, ya'ni G'o'lji shahrida shu desa, bu vaqalikninki bo'lishi birinchi bo'lib bizning xalqning zodi mayli janubda bo'lsin, mayli shimolda bo'lsin, tarixdan buyon bu Xitoyning istilasini qabul qilmaganligi, buningga har qaysi rayonda qo'ldan kelgan uslub yo'l bilan buningga qarshi turganligi, Xitoyningki sizning hukmingiz, sening hukmingga men bo'ysunmayman degan irodaning bir ifodasi bu. 97-yildagi bu vaqalik bu. Halqa vatanda masalan xilma-xil yurt, xilma-xil viloyat, xilma-xil rayon bor. Qarasaqchi desa, vatanning ba'zi ma'lum vaqt Xotanda ya Qashqarda ya Kuchada ya G'o'ljida qarasaq, u yerda ishlar bo'lib turganlik hamda. Tarixdan buyon. Bu nimani ko'rsatadi desa, bizning xalqimizning nadi xalq olsun, mayli shimolda olsun, janubda olsun, Oltishada olsun, ya nimada olsun, asosli xalqimizning irodasininki chuqum Xitoyga bo'ysunmaslik, Xitoyga qarshi turish, har qaysi rayonda o'zining qo'ldan kelgan yo'l bilan cho desa, mush qarshilikni ifodalashninki bir ko'rinishlari. G'o'ljidagi bu vaqalikmi tabiiy holda ko'tarilgan shuar, u yerda alohida bir siyosiy, masalan biz mustaqillikni xohlaymiz, Xitoy chiqsin, qo'g'laymiz bu yerdan degan ma uslubdagi shuar bo'lmagan bilan, lekin qarasaqchi desa la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan bayroqni ko'tarib, bu asos chiqqanligi nimani ifodalaydi desa, bu huquqni huquq tuniga o'ralgan bir siyosiy faoliyat desak, o'shiq ketmaydi. Bu yerda chunki faqat huquq bir siyosiy faoliyat emas, bu huquq talab qilgan desak, Xitoyning bayrog'ini ko'tarib chiqqan bo'lsa, masalan, u chaqda shu nimani ifodalaydi desa, ma xalq faqat o'zininki ma'lum diniy yoki madaniy huquqini talab qilibdi deganni ifodalaydi. Ammo u yerda Xitoy bayrog'ini ko'targan bir odam yo'q. Hammasi shu desa, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan mush shuarni ko'tarib, mush laftini ko'tarib chiqqanligining o'zi, bularningki o'zining musulmonligi, o'zining Uyg'ur ekanligi, Xitoy hokimiyatini e'tirof qilmaydiganligi, Xitoy hokimiyatiga bo'lgan qarshiligini cho desa, bu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan nima bilan, bayroq bilan cho ifodalaganligining namoyandasi bu. Buningdan biz xalqimizningki zodan bizning ishimizdan chiqqan mayli munofiqlar bo'lsin, mayli umidsizlikni taqtirgan qalbi kasal insonlar va xo'sh. Bularga cho desa, bularning ko'targan bayroqlari, to'lg'an shuarlari, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deyishlari hammasi bularga cho bir raddiya. Xitoy hokimiyatining hukmini bu xalqning qabul qilmaganligininki amaliy dalil isbotlarining biri. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Qosimjon damollab hamda shu dal bugungi bu biz hozirgacha anglab kelgan qissalar so'zlangan nimalarda dal bugungi kunda 4-fevral kechda masalan shu Xitoylarningki ayollarni tutqun qilganligi, uylarga kirib xohlagancha dafsanda qilish bu ishlar bo'lgandan keyin atisi yoshlarningki shularni qo'yib berish haqidagi tinchlik bilan chiqqan harakatini bostirganligini anglab keldik. Mushuni bir aslab baqqan bo'lsa, yani 4-fevral bugun shu ayollarning uyda qilgan diniy faoliyatlarga, yig'ilishlarga. Endi bu shu Ramazon oyiga to'g'ri kelgan vaqt bo'lganligi uchun shu vaqtda shu Ramazon shu 2-oyda bu 1-oyning boshlangan bo'ladi-da, endi Qadr kechasiga to'g'ri kelgan bo'lgan 2-oyning 5-kuni. Endi bu Ramazon oyida asosiyatan bu mashrab bekrak diniy faoliyatni bekrak Ramazon bo'lish sifati va shu darajaga yetganligi uchun hamda bular bu da'vat islom da'vatni mana payg'ambar alayhisolamning yo'lini tutamiz deb
Ma'lum mezgil men bayam 91-yil, 92-yil başlandı dedim emasmi? 94-yil, 95-yilga qadar bular maxfiy da'vat bosqichida ma'lumlik. Yani bek aşkarlı etmey, iki cihetten ta'lim terbiye qilib, balalarni mesela bir onun altında bir namoyish var. Ekan degan bo'lishim mumkin. 94-yili 8 ayının 16 günü yuz bergan bir namoyishim bor. Bu namoyishda faqat ular özünün dini meydanda ekanligini oshkorlamagan, özünün huquqini qo'g'dashni maqsad qilgan chiqqan bir namoyish bu. Sebebi nima deganda, bayam degandek bular ham bu yoshlarni o'ziga so'rim bilan jalb qilish bilan birga badan safosini ko'tarib, bularni ba'zi qalamqan narsalardan tashlaymiz deb tantarbiya faoliyatlarini o'rlashtirgan. Futbol musobaqasi, har turli o'yinlarni. Şu vaqtda cho'ng bir keng ko'lamlik bir butun mashrab so'rinlari masalan guruhga bo'linib, masalan Suydondan, masalan Ayadin, Mayadin manju guruh deb bir cho'ng bir şekillik bir musobaqa o'rlashtirib bu mashrab tashkil qilganlar. Buni hukumat huquq qilib, manda birlashib ketib qolib qolsa, yataq chiqdi deb to'sqinlik qilib unmaydi buningga. Şu vaqtda bir necha asosli qadamlar tutilgandan keyin shularni qo'yib bersa, bizni erkin o'zimizning diyarda o'zimizni yashag'ili qo'ysa deb 8 ayning 16 kunisi bir namoyish ilib berildi. Shuningdan keyin bu yerdamda gerçi bu bek teşviqatga chiqmagan bo'lsin, chunki bu bir 3 kilometr, 2 kilometr, 3 kilometr arasida yurgan, menib kelgandan keyin aşağıda bir o'rin bor, masalan shaharlik saqchida, nima deymiz, mana konsul ko'cha degan bir ko'cha bor bizning aşağıda. Şu ko'cha qamalib, şu vaqtdagi shahar boshlig'i cho'ng 100 odam ekan o'rnida. Şu chiqib va'da berish orqali bu namoyishni to'xtatgandan keyin bu Xitoy, kommunist Xitoy, zolim Xitoy buning xatirini sezib qolgandan keyin tutishga boshlaydi. Asosliqlarini. Hatta Abdixil Abdimijid şu qarindishimiz şu turmada ochliq e'lon qilib, şu orqali zodi o'lay degan vaqtida majburiy chiqish sabab bo'lganlik. Çıqqandan keyin bu aşağıda bir turkum ahli ilmlar bilan paranglashgan, u yerdan chiqqandan keyin jut aylanib chiq ahli ilm bilan ko'rishganlik voqelik bor. Endi biz maxfiy da'vatdan o'tib, endi oshkor da'vat qilmasak bo'lmaydi degan asosda bulamış 95 ning oyiga 96 ni tartib tam shu 1 yil mobaynida da'vat sal kuchaygan. Qarindoshlarning uyg'onishi, qiz ayollarning yo'g'inishi, yoshlarningki kiyim-kechak shaklidan tortib, gap so'zlardan tortib, maydonlardan tortib nihoyatda ritm kuchib sal ching'an, ya'ni islomiy taqvolik tarafga yuzlangan bir vaqt hamda. Va shuning bilan birga bu Ramazon oyi maxsus ibodat oyi bo'lganligi uchun uylarda ayollar bilan, erlar bilan butun ibodat taravih o'qiydigan. Chunki masjidlarda anda ularga rahat yo'q. Mesela o davrlarda xatm o'qiladigan ahvollar yo'q vaqtlar bor. Xo'sh. İştikdə o'qiyotgandan keyin bular o'zimiz kecha tahajjud o'qiymiz, taravih o'qiymiz deb bunda asosda da'vat so'rovlaridan boshlagan. Şu vaqtlarda Ramazonni yamanchiq ig'ir tutishlar bo'lib ketganlik. Bularni o'ttirg'i hamda bizning hamda har qanday bir tashkillanish bo'lsa, Xitoy buning strategiyadan bo'lishlarga urinadi. Shu. Bularni hatto necha bo'lishga necha uringan. Hatta bulardan başkalar adam biz bunda kısa konmayı da hatta mutaşedditlik taraftayız hem de. Yani bunu böyle yüzbege vaka olan ki ders ediş lazım. Bana bu nihayette retlik kitap kalınan için bazı mutaşedditlik tarafını tutkallar. Mesela ata-anasının uyuduğumuz yemeğimiz diyen bazı bir proklama nimi kozgatıp çıkan. Xitay'ın kapırları işte. Bu zamanda bu taraftan buzuş bağlan. Andın muntisim kilowatt kallarını buzuş için mesela bunun içine kadrlar mı sınıp kirgen? İstihbaratın kadrları, yani istihbarat mahberek oldu diken hem de mesela şu yıkılların tepiş arkalık hem de şuna içi kirip onun içi kalem kaçlıkını çıkarılgan, gep talışıdığan, ihtilabi meselelerini çıkarıp bazı bir selvi tesirlerimi boğan. Şunu olan birge, nahiyeti iğir tutuş, mesela 24. günü keşte 3 öyle bayan kılınıyordu. Bir kaynaşımız 2'di, yani bir kaynaşımızla görüşke vakti 3 öydeki ayarlar tutulup, yani o ayarlar o yerde selledik, çünkü bunlar cemiyetini burun köygen, kin İslam'a uyğanğan yaşlar boğanlığı üçün. Öyle bir adam çıkıdığal emas o. Meyli ayal olsun, meyli uğal olsun. Çünkü o cemiyette hele pişkan boğanlığı üçün. Ayallarımı bir karıştırıp, hatta sakçılarla iştirişip, ola bastırılıp, tutulup, kiyimlerini tartıp, şu yüzdeki nesline mesela hem de her xil iğir ahvallar yüz bergen hem de. Yüz bergenden kim bu Abdixil Abdimijid qarindishimiz başkalar o'ylashib hem de biz hazır bizning qo'limizda qurol texi yo'q. Bu içimizde aşkarlanıp ketip qaldı deb. Şunun için biz hem de haqiqiy özümüzдің maydonini bizning xalqimiz uxlab yotıdı. Xitoyning zolim zulmini
Äpti beşerisini biz meydanga çıkıp özümüzden meydanı bilen bile düşmanımızdan rezillikini kişilerge bir köstü etmesek bizim üstüp ketgidek digen iradege kelip şu günü keçede bu teşkilinip bu gep buludu. Endi vaqtilik telefonla bek yarım nima qilmagan vaqtlar. Çaqırıqlar teqamdi başlanatqa vaqtımı gidip qarayman. Çünkü başqa yerdeki meşrepleri ciddi bolganlıq üçün bu iş. Aslında bir çıqıdığanlığını xabar yetkiziş toğruluk yetkizipla bula bir türküm yaşlar şu bizning Taxtay mescid deydigan bir mescid var. Şu yerde burunqi vaqtlarda sarrab işletimizler hemen bir bo'lunabilidi. Çilekkelik yağaçla qilib qo'yib, churdigan yoki jumekni chilek isib qo'yib jumekni suv churdigan bir o'rin tu sarrabxon degan muncham qadim. Şu yerga berib rasmiy bular g'usl taratni ilib, ishchilarga oq kiyimlarni tegishtirib rasmiy biz endi bugun o'lib ketamiz. Şehit olab ketimiz, bir-birimizden razı olaylı, hayat qilib qalsak bir-birimizden ailemizga qilaylı deb, hatta ba'zilari tuqqanlarga berib, ailesiga qarab qo'yishni topshirib, asosliq 30 kishi deb bayon qildi, shu so'zlab berganlar. Bular shu sarabxonaga kirganlar shu. Uningdan keyin ertasi dastlabda yig'ilganlar 80, qolgani ayda 600 gacha 5 fevralda. Fevralda ikincisi. Yani şu günüzü bo'lgan ish mana shunday. Bunda bo'lgandan keyin bular biz bunu cho'qim oshkorlamasak bizga ertasi keladi bular. Chunki bugun maya keldi, 3 uy tutildi masalan. Ularni bilgani shu. Ammo u bu shahar ichidagi gap, o nay-naylardan bo'lgan ishlar bor. Endi bunda o'tib ketib qolsak bo'lmaydi. Biz cho'qim buni oshkorlab o'taylik deb ertasi mushammimizga tanishlik bo'lgan shu qarashtirish namoyishi desek ham bo'ldi yoki shularga qarshi faoliyat. Bunda olsa açlık e'lon qilib turmada shu uzun yetib chiqqandan keyin kim bu ish? Chiqqandan keyin ismini Abduxilil. Abduxilil. Mushqarindashimiz eng boshchisi. 5 shu hisoblanadi. Dastlabda boshqalarmi bor? Maxfiy da'vat bosqichida. Bu diniy odammi yoki? Yo'q, diniy olim emas. Uyg'ongan yash. Uyg'ongan yash. Uyg'ongan yash. Bu shunchalar maşallah. Allah keyin bu vaqadan keyin unda olsa Şu tutulup turmada şehit qilindi. Şehit qilindi. Allah rahmat qilsin. Hem davomlı müşahede yana albatta jarayonda suhbatlashamiz. Hamda sizcha hamda yoshlarimizniki hamda shunda shu darajada müşahede intayin bir muhim bir sualim bor. Shuni hemen hozir shuni topay chunki Damallarımdan dal müşahede sözlegen bergen cevabıga köre bir narsa yezip qo'ygandim men dal vaqti kelganda qana bu. Agar mazmuni kallardi bo'lsa deslar qana. Nəhayət güzel bir not qılıb alğandım bunu. Hem de şu hem de her daim şunda işler vatanımızda abime söylep ötlerim. Çok küçük işler yüz verip durdu hem de. Abayqı söylengen şu yaşlarımızdaki kıvatkan sarabxanaga kirip mesela özünün sağının şunca az buluşu qarmay. Biz bir ketimiz hem de belki hayat qalmasın mümkün. Aldığımızdaki düşmanın sani, küçüğü, bu hem nesi ma'lum hem de şu yaşlarım elbette şu vakti hem de. Muşunda hareketler, muşu ruhki kelgen yaşlarımız. Kim meyli ölümcü olsun, meyli vatanımızın harikası şeylerde mesela aynen Paris Fırat çıkan bu karşılık hareketleri hem de dini noktadan muş yaşlarımızın muşunda bir keyfiyetka kelişi. Ulanın şehitlik elbette biz en yüksek mertebeye erişir dep qaraymiz Müslüman bulup süptimiz bilen. Ama bazı yana aşina bir sual tug'dirishi mumkin hamda. Muş yaşlarning qilayotgani haqiqatan to'g'rimi? Bu cesurluqmi yoki qaramliqmi, o'zini o'limga etib berishmi? İslam bunun qanday qaraydi mesela shu? Aşında bir kuch tangponliqi zo'r bir vaziyatda turib bularning qilayotgani masalan nega tushirimiz bularning qilganlarini degan nuqtadan bir diniy nuqtadan sizlar shu haqda. Tabii halda buni birinci olab bizning vatanimiz ishg'ol qilingan, düşman besib olgan bir zaman. Bundaq bir zamanda masalan tashkillik bir jamoat var deydi, shu düşmanga qarshi harakat qilayotgan.
Teşkillik bir cemaat olap, teyyarlık baskıçıdır bolap, cemaat namıdın, bütün egeş kişilerge hazır hiç kandak hareket kılmay turanlar, her kandak hareket düşmanını oygutup koyuşu, keyin bizning planımızını düşman bölüp kalıp, bizning teşkilimizni bölüp kalıp, keyin biz miv pişishdan burun g'o'r holatda tushib ketirgan, qurib ketirgan ish bo'lib qoldi deb bir tashkillik jamoat o'zining a'zolarini dushmanga qarshi harakat qilishdan vaqtliq cheklagan bo'lsa, chuqum bu xil holatda bu tashkilotningki a'zolari o teşkilatninki emirininki buyrug'idan chiqmasligi lozim. Ya'ni bunda vaqt shu desa, ash umumiy jamoat qaror qilib dushmanga qarshi harakat qilgan qadar bunda shaxsiy bir odam chiqib dushmanni İranni o'yg'itib qo'yganda, kim dushmanni o'yg'itib qo'ydigan bir harakatni sodir qilish bu to'g'ri bo'lmaydi. Ammo undaq tashkillik bir ish yo'q. Planlanayotgan bir ish yo'q. Musulmonlar dushmanninki kuchligligi, o'zininki ojizligi tufaylidan yoki tashkillik bir ishning bo'lmasligi tufaylidan uyg'ongan dushmanninki zulmini ko'rgan, buni tetigan shaxslar bor. Bunda bo'lib qolsa, bu odamlar hamda biz qachon kuchimiz, qo'limizga bir kuch kirib, mush dushmanga qarshi to'g'ridak holat kelgan vaqtda ondan qarshi turmiz deb hech qilmay saqlab yosh odam qarab ilmi va odam yoshning cho'ng'ilishi bilan desa, oxiri ojizlab hech ish qilolmay bu dunyodan ketish kerakmi? Yoki o'zining bir kishilik mas'uliyatini ado qilish kerakmi? degan bir savol tug'ildi sizning bu gapda. Xo'sh. Bunda holatda shu desa, chuqum her qandaq bir odam, hatta mayli bir odam bo'lsin, mayli 5 odam bo'lsin, 10 odam bo'lsin, ash dushmanga bir ozg'in bo'lsin zarb yetkazoladigan holatda bo'ldi ekan, bundaq bir musulmonninki maydonga chiqishi, dushmanga qarshi turishi bu bizning dinimizning cho'g'i desa, taqozzosiga, prinsipiga uyg'un. Nima uchun uyg'un desak, birinchi Allah subhanahu va taolo bizga Buruj surasida bir yoshning voqeligini bayon qilib berdi. Bu yosh nima ish qilgan yosh desa, hammamiz bilamiz, o'zi iymon etgan, o yoshga ergishib bir iymon etgan odamlar unchalar jiq emas. Lekin dushman shu chaqdagi zolim podshoh bu yoshni tutib olib, xilma-xil uslub bilan o'ltiraman deb o'ltiranmay, oxirisida u yosh o'zicha desa, o'zininki o'lish yo'lini podshohga bildirib, agar sen meni Bismillahi Robbil g'ulam deb men o'q atsang, men shu chaqda o'laman. Bo'lmasa sen meni o'ltiranmaysan. dedi. Degandan keyin bu podshoh Ashbalni o'ltirish maqsadida u g'oyaga yetolmagandan keyin uning oldida tog'dan tashlab baqsimi o'lmadi, dengizga oqtirib baqsimi o'lmadi bu bola. Tog'dan tashlaganlar askarlari o'ldi podshohning, u bola o'lmadi. Podshohning oldiga keldi yana. Bismillahi Robbil g'ulam deb o'q atdi. Bu o'q tegib u bola shahid bo'ldi. Demak, mushuning sababi bilan buni ko'rgan xalq hammasi shu desa, amanna bi Robbil g'ulam. Biz mushbalning ilohiga, Robbiga biz iymon keltirdik dedi. Ya'ni o'zini shahid qilish orqali xalqqa haq dinni bu bal yetkizdi. Haq dinning to'g'ri ekanligini xalqqa bildirdi. Bu sababdan nurg'un xalq musulmon bo'ldi. Bu xo'sh. Buni nima uchun deyman desa, ya'ni bizning vatanimizda aşında her yerde ma'lum shaxslar, aşında o'zining iymoni kuchlangan, bu zalimning zulmini tetigan, bunun qarshi turish irodasi bor odamlar ancha-muncha qo'ldan kelgan aşında bir qarshilikni qilib turmasa, avvalgi xalqcho uxlab qoladi. Xalq o'zining vatanining ishg'ol qilinganligi,
bunun komünist zalim ekanligi nurgun haqiqatni şu adetli adamlar bilmeydi nurgun adamlar. Muşunda imanı taşkan yaşlarınki kahramanlığı, kurbanlık bir şey bilen çoğu dese bizning vatanninki besiveringan bir zimin ekanligi, Xitoyning ishg'olchi ekanligi xalqqa aslinib turdi. Bu voqeliklar xalqqa desa dushmanni tunutib turdi. Chunki Xitoy qanday qiladi desa bir odam qarshi tursa, shu qarshi turgan odamni jazolash bilan bo'ldirilmaydi. Balki ashun urug' tuqqanlari, shu jut xalqi, balkim vatanning hamma yerida shu desa bir besim paydo qiladi har qanday bir voqelikdan keyin. Xo'sh. Bu besim, bu ahvol shu desa xalqqa bu zalim zalimken, bu zat işgalçiyken biz bunu unutup kaptık degenle çok asıl turdu. Mesela bu 2010-2012 şu zamanlarda vatandan çıkan nurgun adamlar çoğu dese İslam dünyasını körep, Türkiye'ni körep, ya ki Saudi'ni körep, Mısır'ını körep, uyan bir yanını körep bizden vatandan bu yavlen pakkanmakta hazır. Fakat aşı kızıl bayraklılar eliyitip bayraklılar tegiştirsek mesela hiç qanday farkı yokken din deysi bizning vatanda mazır degan anda olib ketdi, munda olib ketdi deb halqi vatanning vaziyatini chet eldagi tak nurg'un tarafdan voy shunda pokizgan bizning vatan. Misr degan munda meynatgan, Palaniya degan mundaqkan. Bizning vatan yo'llar anda olib ketdi, munda ham yer poyez olib ketdi, ham yer aydurum bo'lib ketdi, u bo'lib ketdi, bu bo'lib ketdi deb desa vatanning halqi moddiy ko'rinish tarafdan ne kadar terakki kıgallığı, bu İslam dünyasınınki ne kadar ağırdı kağallığı bilen, vatandik vaziyetin çoğu bir xil fakirlandıgan, ya ki onu maqtaydıgan ahval, halkımızdan dindar adamlardı mı boğan. Nimişinmiş ahval yüz berdi dese, ta 2001'den tatip mesela, muşu 11. sentabr vakasından keyin halk nurgun taraftan bayılap, nurgun kembağalla pulga ega olap, kişilerin turmuş seviyesi yaxşılanıp, hem dini erkinlikni bir az ügüteş, o'qish, kiyim-kechak her xil tarafdan zodi xuddi o'zini bir mustaqil holat yashagandek bir tuyg'uga cho'q desa nurg'un odam kelgan. Ammo 2017 yil 17-yil kepti Xitoy darhol bir kechilamcha o'zgargandek o'zgarib rezil siyosatni yurgizibdi. Xalq cho'andan yana bir qatim kommunistgana mag'uylar degan buni chu yana bir qatim tunishqa bu zulm sabab bo'ldi. Shuning uchun bu meyli biz musulmonning umumiy majburiyati nima desa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ayyul jihadi afdal ya Rasululloh deb so'ralgan vaqtda qaysi jihad eng afzal desa, kalimatu haqqin inda sultanin jair degan. Ya'ni zolim bir podshoning yanida haq gapni qilish. Haq gapni qilish bu cihatning eng afzali degan. Yana bir hadisda Sayyidu shuhada'i Hamza va rajulun qala kalimatu haqq inda sultanin jair faqatalahu. Fanahahu faqatala. Şehitlarning xo'jayini Hamza ve yana bir adam rajul deb keltirdi. Yani nekiran. Bunda adamni jiq demoqchimdi. Xo'sh. Yani her qandaq yani boshqa bir shaxs bu zolim podshoning yanida haq gapni qiladi, maishni qilma deydi. Şunu olan onu padişahçı zalim onu öldürdü. Mana bu şehitninki en çok hocayını de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundak tasvir ediyor. Ve şundakla bütün burun peygamberlerinki kavimlerini Allah subhanahu ve taala şu özninki zalimge ergeçken kavimlerini Allah subhanahu ve taala söktü. Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Firavun'un kavmini fastahaffa kavmehu fa ata'uhu innahum kanu kavmen fasikin. Firavun özünün halkını köz gelmedi. Şunun olan o köz gelmese bu halkçı onu bilmey Firavun'a ergeçti. Firavun'a ergeçkenligi ulanın pasık kavmi kelliginin delilidir Allah subhanahu wa ta'ala. Hud aleyhisselamın kavmi vettebe'u kulle cebbarin anid. Her zalim uçuğuna ergeçti dedi. Hoş. Demek aş bizden vatandaki bir yerde aş zalim karşı durmaslık. Aşnağı ergişiş, onun buyruklarını devletin buyruğu da icra kılış. Bunun akidemge, bunun imanımı, bunun selbi tesiri yok da düşünüp kılış.
Xo'sh. Aşının boysunup yaşaşının izi razılığı bilen bu xuddi Firavun'un kavmi, Hud'un kavmi zalimge ergeşken kişilerdek bu cinayetke, günahkarlıkka sebep bulduğun illetler. Xo'sh. Unda bo'lgandan keyin bizning xalqimizninki her yerde qo'ldan kelgan uslub, qo'ldan kelgan yo'l bo'yicha mayli 10 odam bo'lsin, mayli 5 odam bo'lsin, mayli 20 odam bo'lsin, aşında zalimga bo'lgan o'zining qarshiligini ifodalab turishi, zalimga bo'lgan noroziligini ifodalab turishi, mayli shaxsiy, mayli jamoiy holatda buningga qo'ldan keladigan jihad turlaridan mayli qo'l bilan qilaolsin, mayli til bilan qilaolsin, bunu qilib turishining o'zi aşı Allah subhanahu wa ta'ala sökken kavmlardan bo'lib qolmaslik. Allah subhanahu wa ta'alanınki rahmetininki şu yerga yig'ishiga sabab bo'lish. Allah subhanahu wa ta'alanınki şu xalqni chuqum bu zulmdan qutqizishiga elib bardigan bir illat sabab bo'lish shu ashundaq harakatlar bo'lib turishi lozim bizning. U bombası bo'ladi, uning chunki dushmanga hech qanday uning zini yo'q. Biz neç qatım faaliyet qilib, neç qatım jihadi harakatni qilib, vatan mustaqil bo'lmadi. Bu ahamiyatsiz bo'lib qopti deb qarab berish bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın kainatdagi qonunni tushunmaslik va shundaqli bizning dinimizningki prinsiplarini, hukmlarini bu haqdagi tushunmaslik va bilmaslikninki dalili biraz söz bilan gapimni tugataman. Mushu dushmanga qarshi turish haqida masalan fattaqullaha va a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Mush ayet Allah subhanahu wa ta'ala sizlar dushmanga qarta kuch quvvatdan o'zingizning kuchingizga yetgan miqdorda tayyorlik qilinglar dedi. Min quwwa deb nakira keltirdi bu so'zni. Ya'ni uqumsiz, nakira degan biz Uyg'urchada uqumsiz degan gap. Nima uchun aniqsiz? Nima uchun shunday keltirdi desa olimlarimiz bu yerdagi min quwwa deb keltirishi sen qo'lingdan kelgan. Ya'ni dushmanga o'xshash mening qo'limda qurol bo'lishi, dushmanga o'xshash mening askarlarimning soni shundaq bo'lishi, tayyorlik dushmanga o'xshash bo'lishi desa, agar Allah buni talab qilgan bo'lsa mu'minlardan tarixdan bu yancha desa, musulmonlar hech qanday bir urushda g'alaba qilamagan bo'ladi. Chunki payg'ambarimizning zamonidan tortib ta bugunga qadar %90'dan jiq, 95% hatta musulmonlar bilan kafirlar orasidagi urushda chuqum musulmonlarning soni az, qurol yaroq tarafdan dushmanlarningki qurol yaroqlarga sirishtirgan vaqtda tuvan bo'lib keldi. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala bo'lgan iymon bilancho bular g'alaba qilib keldi. Shuning uchun Umar roziyallohu anhu har doim askarlarga masalan jihad qilmaganlarga vasiyat qilibdi. Sizlar dushmaningizga qarta iymoningizlar Allohga bo'lgan toatinglar bilan g'alaba qilasizlar. Ular o'zining gunoh ma'siyatlari bilan mag'lub bo'ladi. Qachoniki sizlarni gunoh qilib, ular bilan gunoh ma'siyatni barobar teng bo'lib qolsanglar dushmaninglar bilan, u chaqda Alloh sizlarning kuchinglarga tashlab qo'ydi. Kuchinglarga tashlab qo'ysa, cho'qim dushmaninglar son va kuch tarafdan ular ustun. Mag'lub bo'lasizlar. Sizlar mag'lub bo'lasizlar. Shuni har doim sizlar Allohga bo'lgan iymoninglar, Allohga bo'lgan toat ibodatinglar, gunoh ma'siyatdan cho'q desa, uzoq turinglar deb tavsiya qildi. Xo'sh. Allah razı olsun. Güzel bir esratma oldu. Endi tamamlam 5 fevral intayin soğuk bo'lgan kunligini biz o'z vaqtida vatandik vaqtimizda shu anlagan endi. Xitoy tajovuzchilari bu chiqqan yoshlarimizni rahimsizlarcha ham o'q etish bilan ham yuqori besimliq so'q suv bilan to'nglatib o'ltirganlik degandek nurg'un voqealarni anladik hamda. Sizlarda shu umumiy shunday tutqun qilingan, shu yerda shahid qilingan shu jarayonlarni bir eslab o'tgan bo'lsak. Qanchalik sonda masalan tutqun endi bayon azroq buni boshlab qo'ygan bo'ldik. Endi shu 5-oy 2-oyning 5-kuni atdiganda shu Sarabxondan chiqqanlarning soni 30 atrofida 30 deb bayon qildi. Bu yerdan chiqqandan keyin atrofidagi yaqin yerdan anglab yo'sarda kelib yig'ilganlar basida 80 bo'lib 80-90 atrofida. Mengish boshlangandan keyin bu 600 atrofida bo'ladi deydi. Chunki bu tashlabkidan boshlanib ta shaharlik saqchining oldiga borgan vaqtida oldi to'sildi. Vanqadir beg'i deb bir bag'chi var, shundan qishiq bag'a yilganda. Bu vaqtchi bular minglardan eshib ketgan sonlar. Hamda chunki
u vaqtlarda qacha-qaç her xil, her yangi ahvol bo'lganligi uchun cho'qim manchilik son deb tashkillab 10 dan chiqib 20 dan digilmaydi. Chunki bir Uyg'ur diyori, shaharning qaynoq rayoni etrafdan chunki bu bolalarning menayotganligini ko'rgan qalbida bir iymoni va masalan qalbida masalan bir millat Uyg'ur millatim deydiganlar shu asosiy jihatdan qo'shilib ketaylik. Bu men ko'rashgan vatanda bizning hatto mening aqllarimdan tortib tutilib ketdi, ne var aqllarim. Bu ko'pinchisi nima degan vaqtda dastlabki narsani xabar yo'q, shu qarindoshlarning bayroqmi insonning yozgan. Baya la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb. Shu la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb yoshlar jangovar holatda shunda o'tirg'i chiqayotganligini ko'rgan har bir qalbida iymon bor musulmon turolmag'li qanday. Men kendili qo'shilib ketaylik uni. Hattoki bir qarinishimiz deydi, men 3-qitimliq kendidan uzishibdim ekan deydi. Bo'linib menib yetishib bo'lmay. Men shu yerda meni qatlab tutib, mashinaga bosdi deydi. Masalan, shu qarinishimizning deb birchi men 3-bo'lakka menkan deydi. O'shaga menayotganlarni. U anglab ma'lumotlardan qilib buning soni bayam deganimizdek necha mingga 3 ming atrofiga ko'payib ketganlikninki gap bo'lamdi. Ba'zi ayollarmi qilgan, lekin ayollarni oyatdagi ishoratlaganlar musulmonlar ayollarni niyat turanglar deb mana qilliq deydi, kemmanglar deb. Ma bayroqmi hamda har bir bizga aniq la ilaha illalloh deb ayaga lakum dinukum valadimu ba'uning ichida sening dining o'zingga bizning dinimiz o'zimizga degan shu gaplar yezilib Allohu akbar deb chiqqandan keyin Xo'sh. Endi o sonninkini mo'ljalliksiz holati ko'p hamda. Shu Xitoy bo'lmasa G'ulji diyori bundan chegara diyori o'g'ashqa saqchi harbiy kuchlar jiqiya bo'lmasa, yetishib bo'lmay boshqa yordamchi yerlardan olib kelgan saqchilarni deydi. Endi bular ashya kelgan vaqtda oldini to'sab, mo'sh to'sqa vaqtda masalan, oldini to'sab o'tkazmay, qilgan vaqtida buni qarishtirib dastlabda suv ichish. Endi chunki o 2-oyning 5-kunida qattiq sovuq muz vaqtlar. Onun ustiga shu qatnashgan qarindoshlarimizninki deyishi shu vaqtida bayon qilgan. Bular biri nihoyatda bu ishqa Allohu akbar deb mangandiki qon qizib ketganlikdanmi deydi. Ikkinchi biri mana qo'l tutish manganlik uchun ig'ir kelib, chapallarni tashlab hammasi maykili qilib ketgan ekan. Ko'rinish maykiliq chunki sababi nima desam shu vaqtda deydi, hatto ular beshidagi nur chapalni chunki unda hayajon vaqtida masalan Allohning dinini ustun qilish uchun manga vaqtida o kiyim-kechakning uchib qilishi, u mal dunyo degan ko'zga ko'rinmaydigan deydi shu qarindoshlarimiz hamda. Sap maykiliq qilib, baga vaqtida chapallarni qurum chapal tashlab yerda qo'yib, shunda yilin bag'anlik uchun sovuq suv, havoning sovuqligi, ana keyin itilgan sovuq suv nihoyat qattiq ig'irkilik. Ba'zilari shu yerda to'nglab yetib qolganlar va gerçi to'nglab shu to'nglashning o'zida o'lmagan bo'lsa-mu, to'nglab midirlayolmaganlikdan kelib uradigan, yashaqtiradigan bomba, qattiq nim qiladigan o'q, hattoki odam o'tiradigan binolarning to'pilariga marganlar yushirilgan o'sha jarayonda shahar o'lib ketgan qarindoshlarimiz juda ko'p. Undan boshqa shu tutilib billa shu ekirga yerda qarinishimizning deyishicha hammasininki kiyimi yo'li olgan ekan, ular kiyimlarini silib etgan ekan. Akiliplan böyle katrus neçi yüzlerden tutkallık için o türüm uyarı bir iki türüm var şehir içinde başka yerlere hep çıktı. Kavgandaki yer yatkızdaki dümiyet de bir şey dedi. Bu şehirde cayda kopanmağalardan bir neçil meşhur rayonda köyde meydan. Çünkü soğuk muz su çeçilgan bularning qaysi ya bir şey kulağını bir şey koyup yat deydigan gap. Yatkızıp da şu yatkaya kopanmağalardan bir qanchasini ko'rdim. Deb bayon qilgan bo'ldi. Hamda u yerda o'qti olsun, mayli suvda yetib qilib keyin urilib, kaltak bilan o'lib ketgan bo'lsin, mayli turmining o'ylisiga, turmi bo'lmay maktablarning ba'zi bir harbiy gazarmalarning o'yinlariga akilib yetkazig'liq ularni. Shu o'rindan qo'panmaganlar bo'lsin. Uning keyindan shu kunisi qattiq bir urushlar bo'lsin. Nurg'un hamda buning sonini manchilik debmi mo'ljalligi bo'lmaydi hamda. Ko'p qarindoshlarimizning shahid bo'lib ketganligi aniq. Ölgen ahvallar bayam degenimizdek suda, to'ng'iltosh, o'q etish, kaltak bilan kaltak urib başlarını yer etib, bu yer etgandan qishda bu birlashib bo'lmay shahid bo'lib ketgan qarindoshlarimiz soni ko'p. Uningdan bekerak endi turmalarda qiyin qisqaqda shahid bo'lgan qarindoshlarimiz az emas. Hakikaten bu numussiz tajovuzchilar hamda har doim shunday bir ish bo'lgandan keyin yuqoridagi videoda uni ko'rdik hamda.
iş bu bolgandan keyin yana nurgullan bütün onunla alakası var insanlarning öy aqtırıp tutulgan bir nimesi var. Uçuq sot mu açtı? Endi onun bir gapni qistirib qo'ysam endi shu qarindoshlarimizniki yani biz shu yerda yashagandan keyin bizim bilimiz masalan bizning mahalladagi cho'nglarimiz bizning tutqanlarmi u voqeadan keyin tutilgan. Çünkü bayam dedim ya, meşrep bu zincirsimallık bütün nahiş qishloqlarga bağlanıp ketganligi uchun bunun asası çıkan şu meşrep cemaatinin başları, teşkilligichilari merkezden diki ballardan çıkanlık için şunun katnaşkan bütün yezi qishloqdagileri onundan keyin tutilganlarning soni yo'q. Ama onundan keyin mesela öylerde ata-analarning qarıştırıp ata-analarning çoğun buvaylarning o'q tutulib ölüp şey doğallığı ayollarning şey doğallığı balasını elip manga vaqtida çaydonu götürüp çıkıp demiş ki mening balamni elip mangası deydigan. Uyni bazı qarindoshlarım vaqtida bazı bir tayyorliqlarmi bor vaqtlar. Qural ancha muncha tayyorliqlarmi bor itishib uylarning mesela yangi yerda bo'lsin, kepek yuzli bo'lsin, xudiya yuzli bo'lsin, uy portlatib etgan qorshab kelib o'q tutib shu nurg'un hamda bu jarayon vaqt e'tiborlan qilinmaydi. Demak Xitoyning zolimligini harbimiz bilamiz. Bu uni bostirish uchun hamda har xil qo'ldan kelgandan ortiq holatda har xil vositalar bilan shu uyg'oq yoshlarimizni yo'qotishga uringan hamda. Undan keyingisi u kun tutilgandan 2-3 yil ortiq. Xo'sh. Hay Allah. Hamda davlam 29 yıllık bir 29 yıldan buyon xalqimizning qalbida o'chmagan bu bir jarohat. Hem elbette onundan keyin bu onundan cho'ng fojialarni beshdan kechirdi hamda millat bo'lib sifatimiz bilan hali ham xalqimiz Sharq Turkistonda inson ko'migan qatliamni qirg'inchilikni boshdan kechiryapti hamda. Shunda bir minutlarda xalqimizga hem yaşlarımız nimelerle öğreniş gerek. Şunda bir küreş işçideki bir millet bulup sıfatımız bilen bulup erken dünyada yaşayotgan halkımız hem bunun bir dini noktadan hem ümit beriş noktasından işgal yapkan başladı. Bu vakalık yukarıda mı dep ötken buldum. Yani bizden halkımızdaki iradesinin ne kadar güçlü ekanligi. Hoş. İşğalga qat'iy boyun egmeganligi ve bundan keyin inşallah boyun egmeydiganligiga bir bisharat. Shu vatanimizda bo'lib yuz bergan voqealiklarimiz. Chunki Xitoy yolg'iz bizni emas, boshqa nurg'un millatlarni besib olgan. Hozir asosi bizdan boshqa, musulmonlardan boshqa, Sharq Turkistonlikdan boshqa Xitoyga o'sha shaklda bir qarshi turib, Xitoydan biz bir vatanimizni ayirib olsak bo'ldi, mustaqil olsak bo'ldi deydigan millatlar asosi qolmadi Xitoyda. Bu asosliq nimaning turtkisi biz ashunda bo'la oldik desa, birinchisi bu iymonning turtkisi. Biz musulmon bo'lganligimiz uchun. Ikkinchisi biz azaldan tortib musulmon bo'lishdan ilgirimi bu Xitoy bilan tariximizni o'qisak, biz musulmon bo'lishdan ilgirimi nurg'un urushlarimiz bor. Evet. Yani bizni ular shu chog'dan besib olib, biz ularni besib nurg'un tariximiz shu desa, tarixiy bir düşmanlik, adalet düşmanlik var. Bizning milliy xarakterimiz olsun, mesela her taraftan zat bularga her taraftan bir xil düşmanlik var. Bundan hem biz şuqum bugungi ojiz vaziyatimizni, Xitoyning kuchli holatini ko'rib, biz hamda tarixda şu 70-80 yılını yakı halkımız karşı durup mu bu gayet yetemekti. Biz yani yetemeydikenimiz de ümitsizleniş bizden şehit olan şehitlerimizge, gazilerimizge, ecdatlarımızga olan bir hıyanet. Şunun için kat'i ümitsizlik degen narsa bizden aklımızga çok kemmeslik gerek. Bu birinci nokta. Ben ikinci nokta bu devlet kuruş diyen bu asan kolay iş emesken. Hoş. Biz emas dünyadaki aşağı biz okşagan aşağı besiverilen nurgun milletler ayında 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl hatta besiverilip andın onundan keyin şu müstakillikka erişken devlet kurgan tarihte bir munca milletli var. Hazır kadar şunda. Bu medeniyetin almışı, bir medeniyetin çökep, yani bir medeniyetinki o'ttirg'i chiqishi tarixdan buyon 200 yil, 300 yil oldika bu normal bir ahvolkan. Xo'sh.
alohida bo'liqi. Biz faqatlam birdan bir xalq emaskanmiz. Jazoirmi 250 yildan jiq vaqt Fransiyaning nimasi qapti ekan, masalan musulmonlardan. Qarasak, nurg'un ahvollar shu. Burun hatta 1000 yilning oldidimi Quddusni besib olgan vaqtimi 190 yil endi. Xo'sh. Quddusni musulmonning qalbidagi bir zaman Yevropadan kelib, besib olib 190 yil, 192 yil shu xristianlarning qo'lida turg'liq endi Quddus shahri. Musulmonning qalbidagi bir yer. Lekin 192 yildan keyin cho desa, ondan qo'g'laqliq endi musulmonlar. Shuning uchun bir ummatning tarixiga nisbatan bu 100 yil ya 80 yil bu bak cho'ng vaqt emas ekan. Bir shaxsga nisbatan, bir insonga nisbatan bu uzun vaqt. Xo'sh. Ammo bir millatga nisbatan cho desa, bir xalqqa nisbatan cho desa, u cho'ng vaqt emas ekan. Xo'sh. Biz mushu shahidlarimizdan, g'ozilarimizdan, ilgirki ajdodlarimizninki qilgan kurashlardan, bularning qurbonligidan dushmanga bo'lgan intiqom olish ruhini qalbimizda tiklishimiz, yoshlarimiz cho desa, bu dunyoda yashash faqatlam halqa o'zining ko'nglini xush qilib, ko'ngilda xohlagan ishni qilib yashash haqiqiy hayot emasligi. Balki bir g'oya uchun yashash, bir nishon uchun yashash bu haqiqiy insonni hayvondan farqlantirib turadigan narsaninki bir g'oya nishon ekanligini shu har qanday vaqtda unutmasligimiz lozim. Chunki hayvonmi yashaydi yeb ichib. Xo'sh. İnsanның farqi nima desa, inson o'zining g'oyasi, nishoni uchun yashaydi. Mu'minninki, musulmonninki bu dunyodagi eng buyuk g'oyasi nima desa, Allohni rozi qildigan yo'l demash. Allohni rozi qildigan yo'lninki eng birinchi asosi nima desa, Allohning dushmani va musulmonning dushmaniga qarshi turish. Xo'sh. Uning bo'ysunmaslik, uningga qalbidan moyil bo'lmaslik. Her qandaq vaqtda Allah subhanahu wa ta'alaning kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar degan bu oyatni shu aslash, ya'ni yaxshilikni buyurish, yomonlikni to'sishninki bu islom ummatininki yaxshi bo'lishining eng asosiy sharti ekanligini aslash. Ya'ni ishg'al qarshi turish deganlikning o'zi munkarga qarshi turish. O'zimizninki haqqini, zaminimizni talab qilish deganlik shu desa, ma'rufni shu ma'rufga buyurish o'zimizni va xalqimizni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam man mata duna dinihi fa huwa shahid, duna irdihi fa huwa shahid, duna malihi fa huwa shahid degan hadisini shu har doim aslab turish. Har qanday bir odam dinni qo'g'dayman deb o'lib ketsa shahid. Mol mulkini qo'g'dayman deb o'lib ketsa shahid. O'zining obro'yini qo'g'dayman deb o'lib ketsa shahid degan bu hadisni shu aslash bizning vatanimizda dinimizmi zarbiga, hujumga uchrayotdi. Mal mulkimiz bo'linyotdi. Obro'yimiz to'kilyotdi dushmanning qo'li orqali. Demak, bizning vatanda bo'layotgan ishning hammasi mush hadisninki aksi. Ya'ni din hujum qilish bormi, din haqorat bormi desa bor. Mal mulkni bo'lash bormi desa bor, obro'yini to'kash bormi desa musulmonlar bor. Unda bo'lgandan keyin bizning bu dushmanga qarshi turishimiz nimin deb qarshi turaylik? Xo'sh. Bizning shahodatimizning yo'li shu. Shuning uchun umumiy xalqimizdan bu kuchliqlar mangu kuchliq bo'lib ketmaydi. Bu dunyoda. Evet. Acizlar mangu aciz olmaydi. Biz yaqin tarixga qarasak, masalan, Angliya desak dunyodagi eng cho'ng bir imperatorlikdir. Kun patmaydigan imperatorlik deb nomlanadi. Xo'sh. Hozir nada, masalan. Ya'ni Amerika ketyapti bundan keyin. Masalan, dunyoni 2-chi dunyo urushidan keyin so'g'an eng kuchli davlat. Yaqin vaqtda balkim bu yo'qoladi. Bu dunyodagi kuchliklar yo'qolib, yangilarcha, yengishilib turadigan bir dunyo. Allohning koinotdagi qonuni shu. Shuning uchun biz cho desa, cho'qim bu dushmanning ajizlaydigan vaqti cho'qim keladi. Bizning cho'qim kuchlanadigan vaqtimiz keladi degan umid bilan yashash, o'zimizni cho va avlodimizni, xalqimizni cho'qim mush asosida tarbiyalash bu bizning burchimiz. Allah razı olsun. Ko'p rahmat. Agar oxirida so'z qo'shib qo'yasizlar, o'sha yil bo'lmasa oxirida tutsak bo'ladi. Asosiy so'zlaydigan so'zlar bo'ldik. Endi barliq qarindoshlarimizdan bu voqeani bu yuz bergan voqea ekan demasdan har birisi ashadi shay tug'anlar mening akam, mening dadam, mening cho'nglarim, men shularning qisosini olishim kerak deydigan bir ideyani har vaqt o'zida jonlantirib turishni umid qilaman. Inson har vaqt g'aflat to'lab qoladi.
unutup kaldı. Şu vakitlerde şunu eslep durup ben neme için Allah Teala bana bu imkaniyetlerini, çetellik imkaniyetlerini berde. Hoş. Bir kadın berip kalamda Allah Teala insanı bir kadını yaratmagandık bir kadın beni çıkarıp koyamdı. Çokum mening bir mesuliyetim ba. Dep şu mesuliyet izdep ve şu mesuliyetini tutup yaşashni her bir kıyırdaşlarımdan ümit kılıma. Allah razı olsun. Köpten köp rahmet eylesin Allah'a. Allah razı olsun. Kadirli körümelerimiz şuna kılıp 29 yıllık bir cerahatni kalbimizde yepyeni tuğan bu faciani anlap öttük. Elbette taşqi görünüşlü faciadek körünyen bilen elbette bu milletni yukarıda ustalarımız sözlep ötkendek beşimiz kelgen her bir facia xuddi bizni otның içinde tavlanğan meyli altın, meyli tümürmü en aşu kızık otның içinde nurgun bazgallan yep tavlanğandek bizning milletni tavlavatgan beşimizin ötken nurgun kısmetle dep qarışımız, ümitsizlenmesligimiz gerek bolgan meselelerni ekenligini her daim unutmasligimiz gerek. Şuning üçün dünyanın har qaysi yerlerdeki halkımız bu ruhni tirik tutuş üçün milletde dünya közümüz bilen kolumuzda bir tutqudek bir mani ben bu faaliyetten galbiga erişdim dep oturga koyammasak mı? Ama bu bizni şu neticege, şu nusretke bu milletine ölmey, düşman qanchalik güçlük bolsun, onun aldıda tik turvatkan bir milletinin ruhinin ölmegenligini görüstüdügan bu kıymet qaraş, bu nesini biz her daim tirik tutuş üçün qılımız qopamısa. Bu faaliyetlerinin hemmesi mesela İstanbul'da ba onun İstanbul'daki kardeşlerimizle mi Zeytinburnu'da ötküzülen faaliyetke aktif qatnashishini chaqiramiz bu ekrandan. Çünkü bu ruh tirik tutulushi gerek. Meyli qanchalik össe össün. Biz o vatanda bayroqlarimizni osmonlarimizga xuddi Türkiye'dekidek her yerge lapildatkicha bu kurash davom qildi. Hatta shunda lapildatgandan keyin ham davlatimizning har yerda bayroqlarimiz tiklangandimi bu şehitlerimiz başqacha xotirlandi o vaqtida. Sizlarninki aşı ruhinglar tüpeyleden biz şu kurashni davomlashtirib bugun bu vatanimizning osmoniga bu bayroqlarni tikledik degan shaklda tariximiz bo'yicha avlodlarimizga o'rgatildi ularning qahramonliklari. Allah bu nusratning natijasini bizga eng tez fursatda ato qilishini tilash bilan programmamizni oxirlashtiramiz. Allah ömür bersa yana bir qadamliq suhbatni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.